Salam azizlar, biz bugün şokolad aralashtirilgan meyve təmlik şögov yasaşni öğrenimiz. Mana bu şunday yaxşı çıqdı va ailede жаңа qıp yesanglar, bu şunday yaxşı. Biz bununla bir tal xolingo tayyorlab oldik. Buni meyve izish mashinasiga silib, ravruz ezib olgandan keyin bir qachimizga to'kib oldik. Endi o'zinglar muvofiq miqdorda bek tatliqni yaxshi ko'rsanglar, sal shakar jiqroq solsanglar bo'ldi. Bo'lmasa muvofiq miqdorda shakar. Azroq sut qo'ydik. Endi qettiq bazarning tayyor qettiqini ishlatdik. Buni ravruz to'liq aralashtirib olamiz. Aralashtirgandan keyin qalbimizga mana to'kib oldik. Binshaning to'nglash bo'limchasiga silib, buni muzlatib olamiz. Bir qachiga qaymoq, ya'ni mana shu shokoladni silib eritib olgandan keyin shu xasam yog'ini to'kdik. Endi mana shogovimiz tayyor bo'ldi. Buningga biz shokoladni meladik mana. Endi yana binshaning to'nglash bo'limchasiga solib qo'yamiz. Mana bizniki shokoladli xolingo ta'mlik shogovimiz tayyor bo'ldi.